Muallif Yuy Hua. Elchi shifokor ayolning oyoqlariga yopishib oldi. Ko'z yoshlari bilan shifokor xonim, yolvoraman, Fenhiyani qutqarib qoling, o'tinaman. Menga Fenhiya kerak dedi. So'ng yerga yotib yig'lay boshladi. Uni turg'azib tinchlantirishga urindim. Bunday qilish noto'g'ri ekanligini, o'zini qo'lga olish kerakligini aytdim. Fenhiya yaxshi bo'lsa bo'ldi. Hammasini tuzatsa bo'ladi, dedim uni o'tib. Xalqda shunday maqol bor, bilasanmi? Yashil tog'lar bor bo'lsa, yoqadigan o'tining g'amini yemasa ham bo'ladi, degan. Elchi baribir tinchlanmadi. O'g'lim ketdi, deb baqirardi. Uning o'g'li mening nabiram bo'ladi. Boshimni quyi solib, men ham yig'lay boshladim. Tushga yaqin bir shifokor chiqib kelib, tug'ildi, deb xushxabar yetkazdi. O'g'il farzand. Elchi shifokorning gapini eshitib asabiylashib ketdi. Uning yoniga yugurib borib baqirdi. Menga bolasi kerak emas degandim-ku sizga. Nega onasini saqlab qolmadingiz? Onasi ham yaxshi, dedi u. Fenhiyaning ham ahvoli joyida ekan. Birdan boshim aylanib qarayotgandim. Vujudim kutilmagan bu hayajonni ko'tara olmayotgandi. Elchi quvonganidan esini yo'qotay dedi. Yonimga o'tirib olgan tinmay titrardi. Uning titrashi telbalarcha kulishidan edi. Elchiga nihoyat tinchlansak bo'ladi endi. Men biroz uxlab olaman. Qaytib kelganimda almashamiz, dedim. Tug'ruqxonadan chiqishim bilan Fenhiyaning ahvoli yomonlashishini qayerdan ham bilardim. U yerdan uzoqlashganimdan bir necha daqiqa o'tib bir guruh shifokorlar tug'ruqxonaga qarab chopa boshlashibdi. Ba'zilarining qo'lida kislorod uskunalari bor ekan. Tug'ruqdan so'ng Fenhiyaning ahvoli yomonlashib, ko'p qon yo'qotibdi. Kun yorishguncha qizimning joni uzilibdi. Har ikkala farzandim ham tug'ruq vaqtida jon bergan edi. Yuchin boshqa bir ayolning bolasi tug'ilishida, Fenhiya esa o'z bolasini dunyoga keltirayotib vafot etdi. O'sha kuni juda ko'p qor yoqqandi. Fenhiyaning joni uzilgach, badani o'sha kichik xonada turdi. Uni ko'rishga bordim, biroq yana o'sha xonani ko'rgach ichkariga kira olmadim. 10 yil avval Yuchin ham shu xonada o'lik holda yotardi. Qor ostida turdim. Ichkarida elchining Fenhiyani chaqirayotgan ovozi eshitilib turardi. Yuragimni g'am bosib o'tirib qoldim. Qor shunchalar ko'p yog'adiki, o'sha xonaning eshigini zo'rg'a ko'ra olardim. Eshita olganim yagona ovoz elchining nochor baqirishi edi. Bir necha marta dod solganidan so'ng eshik yoniga kelib menga shunday dedi. Men onasini so'ramagandim. Bular esa bolasini berishdi. Qani yur uyga, dedim unga. U dunyoda bu shifoxona bilan oldi-berdi qilib olamiz. Yuchin shu yerda o'lgan edi. Endi qizim Fenhiya, elchi, tur o'rningdan, ketdik uyga. Elchi Fenhiyani yelkasiga oldi va uchalamiz uyga qarab ketdik. O'sha payt hali atrof qorong'u edi. Yo'lni qor bosgan, atrofda hech kim ko'rinmasdi. Shamol esgan sayin qor va qum zarralari yuzimizga urilardi. Yo'lning yarmini bosib o'tganimizdan keyin elchi baqiraverib xirillab qolgan ovozida "Otajon, yura olmayapman", dedi. Unga qizimni menga berishini aytdim. Quloq solmadi. Bir necha qadam tashlab yerga o'tirib qoldi. "Otajon, yelkam juda og'rib ketyapti. Ko'tara olmayapman", dedi menga. U juda ko'p yig'lagani uchun shunday bo'lgandi. Shunchalik ko'p ko'z yosh to'kkanidan yelkasi og'rib qolgan edi. Amallab elchining uyiga yetib keldik. U Fenhiyani yotoqqa yotqizdi. Yotoqning yonboshiga o'zi o'tirib, unga tikilib o'tirardi. Bir zumga ham boshqa tomonga qaramas edi. Fenhiyaning tanasi dami chiqqan to'pga o'xshab qolgan edi. Ularga qarab o'tirolmadim. Hatto devorda ham ularning ko'lankasini ko'rish men uchun azob edi.
Devordagi soyalari ham qalin va keng bo'lib ko'rinayotgan edi. Biri uzala tushgan va ikkinchisi tizzalab o'tirib olgan. Har ikkisi ham jonsiz va harakatsiz. Harakatlanayotgan yagona narsa Elchining ko'z yoshlari. Men devorda o'sha katta ko'z yoshlarining bir soyadan ikkinchisi ustiga tomchilashini tomosha qilib o'tirardim. Oshxonaga o'tdim. Elchi o'ziga kelsin deb biroz suv olib keldim. Suv olib borgunimcha Elchi uxlab qolgan edi. Ular barobar uxlashardi. O'sha kuni shomgacha Elchining oshxonasida o'tirdim. Tashqarida shamol uvillar, orada qor aralash yog'ayotgan yomg'ir eshiklarni taqillatib o'tardi. Elchi va Fenhe uxlayotgan xonadan umuman ovoz eshitilmasdi. Eshikdan kirib kelayotgan yelvizak tizzalarimni teshib o'tgudek. Qalbimda ulkan muzlik paydo bo'ldi. Ikkala bolam ham meni shu tarzda tashlab ketishgandi. Yig'lamoqchi bo'ldim, biroq ko'zlarimdan yosh chiqmadi. Jashenni o'yladim. U bir o'zi uyda mendan xabar kutib o'tirgan bo'lsa kerak. Men uydan chiqarkan ekanman. 1000 martalab Fenhening farzandi qizmi yoki o'g'il tug'ilganini aytish uchun darrov uyga kelishimni tayinlagan edi axir. Fenhening dunyodan ko'z yumganini unga endi qanday aytaman? Yuchin vafot etganida Jashen ham u bilan birga o'lgan edi. Endi bo'lsa qizimiz Fenhe ham yo'q. Qanday bardosh qiladi? Ertasiga Elchi Fenheni orqaladi. Birga qishloqqa keldik. Haliyam qor yog'ayotgan edi va Fenhening tanasi go'yoki oppoq ko'rpaga o'ralib olgandek qor bilan qoplangan edi. Uyga kirib kelganimizda Jashen yotoqda o'tirardi. Boshini devorga suyab olgan, sochlari to'zib ketgan bir ahvolda edi. Uni bunday ko'rib, Fenhega bir narsa bo'lganini sezganini tushunib yetdim. Uydan chiqib ketganimga 2 kun va 2 kecha bo'lgan edi. Ko'z yoshim to'xtamay oqa boshladi. Elchining ovozi chiqmasdi, lekin u ham o'zini tutib tura olmadi. Jashenni ko'rishi bilan yosh boladay yig'lay boshladi. Onajon, deb faryod soldi. Jashen boshini qimirlatdi. Endi u devorga suyanmayotgandi. Ko'zlarini Elchining yelkasidagi Fenhedan uzmay qarab turardi. Jashen unga qarash uchun boshini egdi. Jashenning qarashi shunchalar qo'rqinchli ediki, ko'zlari kosasidan chiqib ketguday edi. Jashen bunchalik kuchli ta'sirlanishi xayolimga ham kelmagan edi. Ko'zlarini Fenhedan ayirmas, uning sochlari va boshini to'xtamay silardi. Elchi o'kirib yig'lar. Qiynalib ketganidan yotoqning yoniga suyanib olgan, boshi pastga qarab qolgan edi. Men bir chetda turib Jashenni kuzatar, endi nima qilar ekan degan xayol hech miyamdan ketmasdi. O'sha kuni Jashen baqirmadi ham, yig'lamadi ham. Boshini qimirlatib qo'yardi xolos. Fenhening badanini qoplagan qor eriy boshladi. Yotoqni ho'l qilishga ham ulgurgan edi. Fenheni Yuchinning yoniga dafn etdik. Qor yog'ishdan to'xtagan, quyosh samoda pastlab yerga tushganda, g'arbiy shamol kuchli esar, uvillar va hatto xazonrezgining shitirlashini ham bostirib ketardi. Shamol shunchalar kuchaydiki, Elchi ikkimiz Fenheni ko'mib bo'lganimizdan keyin belkuraklarimizga suyanib turishga majbur bo'ldik. Qor yerga to'shak kabi yoyilgan, quyosh nurlari tushishi bilan qorning yaltirashidan ko'zlarimiz qamashardi. Faqatgina Fenhe ko'milgan joyda qor yo'q edi. Nam tuproqqa tikilgan ko'yi ikkalamiz ham shu yerda mangu turishga tayyor edik. Elchi Fenhening yonidagi bo'sh joyni ko'rsatib, "Otajon, agar men dunyodan o'tar bo'lsam, shu yerga ko'ming", dedi. Chuqur xo'rsinib, "U yer meniki. Nima bo'lganda ham sendan oldin o'laman", dedim. Fenheni dafn qilib bo'lgach, chaqaloqni uyga olib kelish uchun yana shifoxonaga bordik.
Elchi o'g'lini shifoxonadan kulbamizgacha bo'lgan 10 kilometrlik yo'lda bag'ridan ko'tarib keldi. Uyga kirib bolani yotoq ustiga qo'ydi. Chaqaloq ko'zlarini ochib yon atrofga nazar solardi. Nimani ko'ryapti ekan deb o'ylab qoldim. Uni bunday ahvolda ko'rib Elchi tabassum qildi. Jashinning yuzida qayg'u, alam, qo'llari chaqaloqning yuzida unga tikilgancha qarab o'tirardi. Juda qo'rqdim. Jashinning yuzidagi ifoda meni nihoyatda qo'rqitardi. Unga nima bo'lganini tushuna olmay garang edim. Elchi boshini ko'tarar va Jashinning yuziga qarab qoldi. Qo'llarini yonga qilib nima qilishni bilmay qarab turardi. Biroz vaqt o'tgandan keyin Elchi mendan bolaga ism qo'yishimizni so'radi. Ana o'shanda Jashin tilga kirdi. Ovozi juda past va bo'g'iq chiqardi. Bu bola tug'ilishi bilan onasiz qoldi. Ismi Ko'gen bo'lsin, dedi. Fenxiyaning o'limidan 3 oy o'tib Jashin ham yorug' olamni tark etdi. O'limidan avval menga tez-tez shunday derdi. Fuguy, Yuchin va Fenxiyani o'zingiz ko'mdingiz. Meni ham siz ko'mishingizni bilishimdan mamnunman. Yaqinda o'lishini bilardi, ammo qalbi huzurga to'la edi. O'sha paytlarda yotog'ida gavdasini ham tutib o'tira olmay qolgandi. Kun bo'yi osmonga qarab yotar, ko'zlari ochiq turardi. Eshitishi yaxshi edi. Ishdan qaytib uyga kirib kelsam, ko'zlarini ochar, lablarini qimirlatar edi. Men bilan gaplashmoqchi ekanligini shundan bilib olardim. O'sha oxirgi kunlarda gapirishni juda yaxshi ko'rib qolgandi. Yoniga o'tirar va uni eshita olish uchun juda yaqin borardim. Uning ovozi yuragimning zarbalari qadar zaif edi. Inson hayoti davomida qancha qiyinchiliklarga uchrashiga qaramasdan, o'limi yaqinlashganda o'zini ovutadigan bir narsalar topa olarkan. Jashin ham o'zi uchun bir yechim topgan edi. Menga ko'p martalab kunim bitib boryapti. Menga nisbatan juda yaxshi munosabatda bo'ldingiz. Sizdan roziman. Sizga 2 farzand hadya qildim. Fikrimcha, men ham sizni xursand qila oldim. Umid qilamanki, bu dunyoda ham siz bilan birga bo'laman.